o'zi hamma narsani telefondan ko'ryapmiz. Endi shuni ham telefondan ko'rish uchun telefonga videoga ol. Endi videoga olgan odam qarsak chala olmaydi, kula olmaydi. Xalaqit qiladi bu narsa. Men Farg'onada konsert qo'yapman. Bir onaxon, mana shu oldi qatorda, 4-5 qatorda bir onaxon konsertni 1,5 soat syomka qildi. 1,5 soat. Na kuladi, na qarsak chaladi. Kulaman desa video qilib ketyapti. Kulaman haligi qarsak chalamasa bitta qo'l yo'q. Aytib shu onaxonga nima zarlagan deyman. Oxiri 1,5 soatdagi konsert tugadi, konsert tugagandan keyin telefoniga qarab, "Voy, o'lay, zapsni bosmabman" dedi. Men aytdim, "Battar bo'ling" dedim. O'zi nima gap? Konsertni ko'rmasdan videoga olib o'tiruvdingizlar, video bola-chaqa bilan ko'rmoqchi edim. Shunaqa muxlislarimiz ham bor. Endi videoga olib o'tirsa, men ham aytaman deb ko'rsa bo'lardi. Premon mazaq ko'rsa bo'lardi deyman. Videoga olib